Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Taqamin yoshdan oshgan pensionerlarga behis 7000 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasi. Bu mavzu faqat taqamin yoshdan o'tgan otaxon onaxonlarga emas. Ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va parvarish qilayotgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p hollarda odamlar o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun olmay yuradi. Hujjat topshirishni kechiktiradi yoki menga baribir bermaydi deb o'ylab adashadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlarga qo'shimcha to'lov beriladi? Qanday holatda 5-7 ming so'mgacha chiqishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylari bor. Bir kishi oladi, ikkinchisi olmaydi. Ba'zi holatda esa to'lov avtomatik hisoblanishi mumkin, lekin amalda nazorat qilinmasa kechikish ham bo'ladi. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ijtimoiy to'lovlar pensiya, nafaqa va imtiyozlar haqidagi ma'lumotlarni vaqtida bilish oilangiz byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik yaqin yoshga to'lgan pensionerning pensiyasi qanday bo'lsa, shunday davom etadi deb o'ylardi. Ya'ni odam 79 yoshda qancha pensiya olsa, taqinin yoshdan keyin ham xuddi shuncha olaveradi degan tasavvur keng tarqalgan edi. Amalda esa taqin yoshdan oshgan shaxslarning ehtiyoji keskin ortadi. Dori-darmon, shifokor ko'rigi, parvarish, uyga yordam, ba'zan alohida ovqatlanish, harakatlanish vositalari kerak bo'ladi. Shuning uchun davlat tomonidan bunday yoshdagi pensionerlarga qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari nazarda tutiladi. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Asosiy o'zgarish shundaki, 80 yoshdan oshgan ayrim pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov miqdori sezilarli bo'lib, u 5-7 ming so'mgacha yetishi mumkin. Bu hamma 80 yoshdan oshgan odamga avtomatik ravishda aynan 5-7 ming so'm qo'shiladi degani emas. Mana shu joyni alohida ta'kidlayman. Gacha degan so'z juda muhim. Ya'ni qo'shimcha to'lovning aniq miqdori pensionerning pensiya turi, mavjud ustamalari, qonunchilikdagi hisoblash tartibi. Ba'zi holatda parvarishga muhtojlik holati va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Oldin odamlar bunday qo'shimcha to'lovni so'rashga uyalardi yoki davlat o'zi bilib qo'shib beradi deb kutardi. Hozir esa men har bir oilaga maslahatimni beraman. Daganasi yoshga to'lgan yoki daganasi odam yoshdan oshgan pensioneringiz bo'lsa, pensiya miqdorini albatta tekshirtiring. Chunki amalda xatolik uchrashi mumkin. Masalan, tug'ilgan sana bazada noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, pensiya turi bo'yicha alohida qayta hisob talab qilinishi, bank kartasiga tushayotgan summa tushunarsiz bo'lishi yoki pensionerning o'zi pul qaysi asosda ko'payganini bilmasligi mumkin. Birinchi navbatda taqin yoshga to'lgan barcha pensionerlar va ularning yaqinlari e'tibor berish kerak. Bu yerda yosh mezoni asosiy signal bo'ladi. Agar otangiz, onangiz, buvingiz yoki bobongiz 80 yoshga to'lgan bo'lsa, birinchi qilinadigan ish ularning hozirgi pensiya miqdori, pensiya turi va qo'shimcha ustamalari tekshiriladi. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 41 yoshli onaxon oyiga 1 million 2,5 ming so'm pensiya oladi. Farzandlari onam pensiyasini olyapti, demak ahmasi joyida deb o'ylaydi. Lekin tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, allaqani yoshdan keyingi qo'shimcha to'lov hisobga olinmagan yoki noto'g'ri hisoblangan. Agar qonuniy asos bo'lsa, unga qo'shimcha summa belgilanadi. Natijada oyma-oy tushadigan pul 300 ming, 400 ming yoki ayrim holatlarda 7 ming so'mgacha ko'payishi mumkin. Bu bir oy uchun katta bo'lmagandek tuyulishi mumkin. Lekin bir yilga hisoblasak, 7 ming so'm 12 oyda 6 million 8,5 ming so'm bo'ladi. Bu pul keksa odamning doğrusu qon bosimi apparati, kommunal to'lovlari yoki oziq-ovqati uchun juda katta yordam. Ikkinchi misol, taqim yoshga endi to'lgan otaxon bor. U har oy bank kartasi orqali pensiya oladi. Tug'ilgan kuni o'tgandan keyin farzandlari keyingi oy pensiya avtomatik oshadi deb kutadi. Lekin 2 oy o'tadi, summa o'zgarmaydi. Bunday vaziyatda jim turish kerak emas. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, taqim yoshga to'lganlik munosabati bilan qo'shimcha to'lov hisoblanganmi deb yozma yoki elektron tartibda so'rash kerak. Chunki og'zaki so'rab chiqib ketish bilan yozma murojaatning farqi katta. Yozma murojaat bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi shart. Uchinchi misol, pensioni
nogironlik pensiyasi oladi. Yoshi esa qamal 2da. Bu holatda ham qo'shimcha to'lov masalasi tekshirilishi kerak. Ayrim odamlar men yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi olaman, demak menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin ayrim to'lovlar shaxsning yoshi, parvarish ehtiyoji yoki boshqa ijtimoiy holatiga qarab belgilanadi. Shuning uchun pensiya turi boshqacha bo'lsa ham taqdim yoshdan oshganlik alohida tekshiruvga sabab bo'ladi. 4-misol. Keksaning pensiyasi naqd shaklda pochta orqali keladi. Pochta xodim pulni olib keladi. Pensioner esa kvitantsiyani batafsil ko'rmaydi. Bunday holatda pensiya qancha, ustama qancha, qo'shimcha to'lov qancha, qayta hisob bormi yoki yo'qmi bilish qiyin. Men maslahat beraman. Kamida bir marta pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumot oling. Faqat qancha tushyapti emas, balki qaysi asosda qancha hisoblangan degan savolni bering. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar pensioner takmil yoshdan oshgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov allaqachon to'liq hisoblangan bo'lsa, pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumotnoma olingan bo'lsa va unda tegishli ustama aniq ko'rsatilgan bo'lsa, unda ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir har safar pensiya miqdori o'zgarganda, masalan, indeksatsiya bo'lganda yoki bazaviy miqdorlar oshganda summani qayta solishtirib ko'rish foydali. Shuningdek, agar kishi hali takkin yoshga to'lmagan bo'lsa, masalan 7-8 yoki 7-9 yoshda bo'lsa, aynan mehri yoshga bog'liq qo'shimcha to'lov bo'yicha hozircha da'vo qilishga asos bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'rimi? Pensiya hujjatlarida tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzili yangilanganmi? Bank kartasi faolmi? Bularni oldindan tekshirtirib qo'yish kerak. Chunki oxirgi yoshga to'lgandan keyin hujjatdagi bitta xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Yana bir toifa. Agar pensioner davlat tomonidan to'liq ta'minotda bo'lsa, masalan, ayrim ijtimoiy muassasalarda doimiy yashasa, u holda to'lov tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda umumiy gap bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Har bir ish alohida ko'riladi. Ko'pchilik aynan mana shu raqamni eshitib, demak onamga ham 507 ming qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida sizni eng ko'p uchraydigan xatodan ogohlantiraman. To'lov 507 ming so'mgacha deyilganda, bu maksimal yoki yuqori chegaraga yaqin miqdor bo'lishi mumkin. Lekin har bir pensionerga aynan bir xil summa chiqadi degani emas. Nega farq bo'ladi? Chunki pensiya va qo'shimcha to'lovlar bir nechta elementdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya bor, ish staji uchun hisoblangan qism bor, ilgari belgilangan ustamalar bor, ayrim toifalar uchun imtiyozli qo'shimchalar bor. Taqdim yoshdan oshganlik bilan bog'liq qo'shimcha esa shu umumiy tizim ichida hisoblanadi. Agar pensiyada boshqa ustamalar bo'lsa, ularning o'zaro qo'shilishi yoki ayrim holatda bir-biriga ta'sir bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odamning hujjati alohida tekshiriladi. Masalan, bir pensioner 1 milyon 1 ming so'm oladi va atadan yoshdan keyin unga 107 ming so'mga yaqin qo'shimcha hisoblanadi. Natijada umumiy pensiya 1 milyon 607 ming so'm atrofida bo'ladi. Ikkinchi pensioner esa oldindan boshqa ustama olayotgan bo'lishi mumkin. Unga qo'shimcha kamroq ko'rinishda chiqadi yoki qayta hisobda boshqa tartib qo'llanadi. Uchinchi pensionerning hujjatlarida parvarishga muhtojlik holati alohida tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Mana shu sababli qo'shnim oldi, menga ham xuddi shuncha berilishi shart deb emas, mening hujjatim bo'yicha qaysi to'lovlar belgilangan deb yondashish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik masala to'lovning boshlanish sanasi. Odatda odam 80 yoshga to'lgan kundan keyin tegishli huquq paydo bo'ladi. Lekin amalda pul qaysi oydan hisoblanadi? Tug'ilgan kun oyning boshidan yoki oxiridami? Hujjat qachon topshirildi? Tizimda qachon qayd etildi? Bularning hammasi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu sababli takmil yoshga to'lish sanasini o'tkazib yubormang. Tug'ilgan kun o'tgandan keyin birinchi pensiya tushishini kuting. Agar o'zgarish bo'lmasa, darhol murojaat qiling. Ikkinchi nozik masala qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zan pensionerning kartasidan kredit, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlanmalar bo'lishi mumkin. Odam menga qo'shimcha to'lov berilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya hisoblangan, lekin bir qismi ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan ham ko'chirma olish kerak. Kartaga qancha tushganini ko'rishning o'zi yetmaydi. Pensiya organi qancha hisoblagan, bankda qanday ushlanma bo'lgan, shuni ajratish kerak. Uchinchi nozik masala pensionerning o'zi murojaat qila olmasligi.
Tayin yoshdan oshgan odamning salomatligi har xil bo'ladi. Kimdir bemalol yuradi, kimdir yotoqda. Kimdir hujjatga imzo qo'yishda qiynaladi. Bunday holatda farzandlar yoki yaqinlar ishonchnoma, vasiylik yoki qonuniy vakillik masalasini oldindan hal qilish kerak. Onam yura olmaydi. Shuning uchun murojaat qila olmadik degan sabab ko'p oilalarda uchraydi. Lekin hozir ko'plab masalalarni vakil orqali, elektron murojaat orqali yoki mahalla yordamida boshlash mumkin. 4-nozik masala yashash joyi va ro'yxat. Pensioner boshqa viloyatda ro'yxatda turib, amalda farzandinikida yashashi mumkin. Masalan, bu Farg'onada ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Pensiya ishi qayerda yuritilayotgani, pul qaysi bo'lim orqali to'lanayotgani, murojaat qaysi hududga berilishi kerakligi aniqlashtirilmasa, odam bir idoradan boshqasiga borib ovora bo'ladi. Shuning uchun avval pensiya ishi qaysi tuman bo'limida ekanini bilib oling. 5-nozik masala menga aytishma degan holat. Ijtimoiy to'lovlarda eng katta muammo axborot yetishmasligi. Pensionerlarning ko'pi internetdan foydalanmaydi. Telegramdagi yangiliklarni o'qimaydi, qonun hujjatlarini kuzatmaydi. Shuning uchun farzandlar zimmasida mas'uliyat bor. Agar oilangizda tagbizun yoshdan oshgan odam bo'lsa, siz uni faqat dori bilan emas, huquqiy ma'lumot bilan ham himoya qilishingiz kerak. Endi aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, pensionerning yoshini va hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasportdagi tug'ilgan sana, JSHIR, yashash manzili, familiya, ism sharif to'g'ri yozilganmi? Ko'ring. Ba'zan eski hujjatlarda ismning bitta harfi boshqacha yozilgan bo'ladi. Bu esa ba'zida muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-6 oy pensiya tushumlarini tekshiring. Agar bank kartasi bo'lsa, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Agar pochta orqali olsa, kvitansiyalarni yig'ing. Maqsad shuki, taktibin yoshga to'lgandan oldingi va keyingi summalarni solishtirish kerak. Masalan, avgustda 1.320.000 tushgan, sentabrda ham shuncha tushgan, oktyabrda ham o'zgarmagan bo'lsa, savol tug'iladi. Qo'shimcha hisoblandimi yoki yo'qmi? 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing, falonchi falon sana tug'ilgan, hozir saqim yoshdan oshgan. Sattomin yoshga to'lganligi munosabati bilan pensiyaga qo'shimcha to'lov hisoblanmaganini, hisoblangan bo'lsa miqdori va qaysi sanadan boshlab belgilanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz, sizga umumiy gap emas, konkret javob berishlari kerak bo'ladi. 4-qadam, pensiya tarkibi haqida ma'lumotnoma so'rang. Bu juda muhim, chunki umumiy summa ba'zan odamni chalg'itadi. Sizga kerak bo'ladigani asosiy pensiya qancha, ustamalar qancha, taqallimli yoshdan keyingi qo'shimcha qancha, qayta hisob bor yo'qligi. Agar sizda bu ma'lumot bo'lsa, keyingi indeksatsiyalarda ham o'zingiz nazorat qila olasiz. 5-qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, vakillik masalasini hal qiling. Notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner imzo qo'yishga qodir bo'lmasa yoki huquqiy muomala layoqati bilan bog'liq muammo bo'lsa, vasiylik organlari bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Bu noqulay tuyulishi mumkin, lekin hujjatsiz yurish yanada ko'proq muammo keltiradi. 6-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki elektron murojaat tizimlariga yozing. Men har doim tavsiya qilaman. Murojaatni madaniyatli, aniq va faktlar bilan yozing. Nega bermayapsizlar deb umumiy yozishdan ko'ra, takotim yoshga to'lgan sana falon, pensiya miqdori falon oydan beri o'zgarmagan, qo'shimcha to'lov hisoblanmagan bo'lsa, sababini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish ancha samarali. Odatda sizdan pensionerning pasporti yoki ID kartasi, JSHIR ma'lumotlari, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, bank rekvizitlari, agar vakil murojaat qilsa ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Ayrim holatlarda tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumot, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil emas, lekin oldindan tayyorlab qo'ysangiz, vaqt yutasiz. Agar pensionerning hujjatida familiya almashgan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, eski pensiya hujjatlarida boshqa familiya qolgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana bo'yicha farq bo'lsa, masalan, pasportda bir sana, eski mehnat daftarchasida boshqa sana bo'lsa, bu masalani alohida hal qilishga to'g'ri keladi. Men bu yerda farzandlarga alohida murojaat qilmoqchiman.
texnik yoshdan oshgan ota-onangiz sizga borib so'rab kel demasligi mumkin. Ular ko'pincha bolalarimni bezovta qilmang. Davlat ishiga aralashmang. Shuncha pensiya ham yetadi deb yuradi. Lekin bu ularning huquqi. Agar qonun bo'yicha qo'shimcha to'lov tegishli bo'lsa, uni olish uyat emas, iltimos emas, kimningdir marhamati emas. Bu belgilangan ijtimoiy kafolat. Oilada bir kishi mas'ul bo'lsin. Masalan, katta o'g'il yoki qiz har oy pensiya tushganini tekshiradi. Hujjatlarni pappaga joylaydi. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Bu ishni tartibli qilsangiz, keyinchalik nafaqat taqabun yosh ustamasi, balki boshqa imtiyozlar bo'yicha ham muammo bo'lmaydi. Yana bir maslahat, qo'shnining gapiga qarab xulosa qilmang. Qo'shnimga 5-7 ming qo'shildi. Demak, menga ham shuncha yoki qo'shnimga berishmabdi. Demak, menga ham berishmaydi degan yondashuv noto'g'ri. Har bir pensiya ishi alohida. Sizga faqat rasmiy hisob-kitob va yozma javob asos bo'ladi. Birinchi xato. Taqvim yoshga to'lganidan keyin umuman tekshirmaslik. Odamlar yillar davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Keyin bilib qolsa ham hamma davr uchun qaytarib olish masalasi murakkablashadi. Shuning uchun vaqtida tekshiring. Ikkinchi xato. Faqat telefon orqali so'rab qo'yish. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Rasmiy murojaat qiling. Ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. Javobni oling. Uchinchi xato, hujjatlarni tartibsiz saqlash. Pensiya kvitansiyasi, bank ko'chirmasi, javob xatlari, tibbiy ma'lumotlar bir joyda bo'lishi kerak. Bugun kerak bo'lmasa, ertaga kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, men baribir tushunmayman deb qo'l siltash. Pensiya hisob-kitobi murakkab bo'lishi mumkin, lekin siz asodda savol berishga haqlisiz. Menga nima hisoblandi? Qancha hisoblandi? Qaysi sanadan hisoblandi? Nega aynan shuncha? Shu to'rtta savolning o'zi ko'p narsani oydinlashtiradi. Beshinchi xato, vositachilarga aldanish. Kimdir men tezlashtirib beraman, pulini chiqarib beraman deb xizmat taklif qilishi mumkin. Rasmiy to'lovlar rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Ortiqcha pul berish. Hujjatni begona odamga topshirish. Bank kartasi parolini aytish mutlaqo mumkin emas. Ayniqsa keksa odamlarning kartasidan foydalanishda juda ehtiyot bo'ling. Agar qo'shimcha to'lov belgilanishi kerak bo'lib, lekin kechikkan bo'lsa, bu holat rasmiy tartibda aniqlanishi kerak. Siz murojaat qilasiz, ular pensiya ishini tekshiradi. Agar xatolik bo'lsa, qayta hisob masalasi ko'riladi. Bu yerda muhim narsa, har bir sana va hujjat ahamiyatli. Qachon deqilun yoshga to'lgan, qachon murojaat qilingan, qachon javob berilgan, qachon hisoblangan. Shu sababli murojaatlarni yozma qiling va nusxasini saqlang. Ayrim hollarda to'lov keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Ayrim hollarda esa alohida qayta hisob talab qilinadi. Buni oldindan hamma uchun bir xil aytib bo'lmaydi. Lekin sizning vazifangiz bitta, masalani ochiq qoldirmaslik. Keyin ko'ramiz deb yuraversangiz oylar o'tib ketadi edi. Bugun men sizga aktim yoshdan oshgan pensionerlar uchun 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, bu mavzuda hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan keskin xulosa noto'g'ri. Har bir pensionerning yoshi, pensiya turi, hujjatlari, mavjud ustamalari va hisob-kitob tartibi alohida tekshirilishi kerak. Lekin 80 yoshdan oshgan odam bo'lsa, bu albatta tekshirilishi shart bo'lgan signal. Siz bugunoq uchta ishni qiling. Pensionerning hujjatlarini ko'ring. Oxirgi oylar pensiya tushumini solishtiring. Pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibi va taqim yoshdan keyingi qo'shimcha to'lov bo'yicha ma'lumot so'rang. Bu oddiy qadamlar oilangizga har oy sezilarli qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Agar oilangizda taqim yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Qo'shimcha to'lov hisoblanganmi? Qancha miqdorda tushyapti? Murojaat qilganingizda qanday javob oldingiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki buvisi bobosi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir o'ziga tegishli pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.